O'zbekistonda yangilik do'stlar. Endi mana bunday holatda loylonbozlik qilganingizdan keyin yorilib ketib, uni ustiga endi ketayotgan bo'lsangiz, oyog'ingiz botib loylonbozga sichqon kalamush yorib joningizga tegdim. Mana sizlarga yangilik do'stlar. Buni zo'r tomoni do'stlar, oddiy qilib turib bitta mana shunaqa qilib quyib yuborasizlar. Quyganlaringdan keyin o'zi, ya'ni uklonini ololadigandan bo'ladi. Buni zo'r tomoni sichqon kalamush yemaydi, eng qizig'i ustunlarga nagruzka tushmaydi, tomlaringni ustini yuqori qilsalar ham bo'ladi. Loylonbozdan ya'ni 4 barobar yengil bo'ladi. Qalinligiga keladigan bo'lsak 5-6 sm bo'ladi. Ushbu joyimizga ham 5-6 sm dan chiroyli qilib qurib berishgan, ya'ni zo'r qilib berishgan bo'ladi. Bir kunda akalarimiz 150-200 kvadrat metrni bemalol qilib beramiz deyapti. 20 yilgacha garantiya berishadi. Bu nima desalar, ya'ni penalonboz xizmati bo'ladi. Buni zo'r tomoni 1 kvadrat metrning narxiga keladigan bo'lsak, do'stlar, 35 ming so'm bo'ladi, ya'ni 5-6 sm bo'ladi. 10 sm desalar 45 ming so'm undan uyog'iga ketaveradi. Bu narxlarda ichida O'zbekiston bo'ladi. Dastavka, ustanovka, penalonboz, usta haqqi hamma yo'g'ini o'z ichiga oladi. Sizdan talab qilinadigan narsa suv bilan, ya'ni boshqa narsa to'kdan bersalar ham bo'ldi. Kimgadir shunaqa penalonboz xizmat kerak bo'lsa, akalarimizni o'ylan pastga qoldirdik.